kesarovi bo'lganlar yoki umumiy homiladorlar sizlarga foydali maslahat eshitinglar. Mana pupochная grijamiz chiqqan, mana bu yerdan. Iltimos xavotir olmaysizlar, bu bilan o'zingizlar bemalol tug'sanglar bo'ladi. Bu grija chiqishdan oldin og'riq beradi, mana shu pupokni o'zida yoki unga yaqin bo'lgan atrofda, bu atrofda emas. Mana bu atrofda va o'zida. Bemalol o'zingizlar tug'asizlar, xavotir olmanglar. Tuqqaningizdan keyin qaytib ketadi, bir 40-50 yoshingizda qaytib chiqadi. Keyin operatsiya qildirasizlar. Oyisi aytyaptilar, kesarovchi oqimdan xavotirdaman Zulayho opa. Tuklaga e'tibor bermaymiz, ko'pchiligimizda shunaqa tuklar bor. Zulayho opa, kesarovchi oqim og'riyapti deyaptilar. Ichkaridagi matkadagi choq shunaqangi zo'r. Mana 7 ta qavatni tikadi-ku, mana shu 7 ta qavatning orasida qorin kattalashib cho'zilganligi uchun mexanik yallig'lanish bo'ladi-da. Shunaqangi og'riq beradi. Xavotir olmanglar. Muhimi ichkari zo'r bo'ladi. Tushundinglarmi? Mana bu teri osti og'riydi sessiylarga.